Assalomu alaykum. Odamning ichiga qara jigarim. Voy, hidini qara, voy. Mana ham so'rasizmi pomidorni? Solib ber bunga. Bu bizga soladigan narsa yo'qmi? Mana bunisi ham bor. Yo'q-a? Mana. İçini bitta oldi. Keyin ana kartoshkani olib bitta qarab tomondan. Qizarib turgan. Buni ham solamiz, dimlashda. Bu ishni yaxshi qilsan lekin. Muzdaygini. Yo'q, naraqa qo'y, ichini oladi. Muzdaykan. Muzdak. Murs zo'r ketadi-ku, muzday murs. Mana bu zo'r ketadi. Endi bu hozir 2 minut dimlamadi-ku, 2 minut. Uzog'i bilan. O'rtasiga chak qo'yganmiz, dimlangandan keyin bunga kartoshkasini teramizda bir 150 gram suv kilo solib turib, asta dimbillatib qo'yamiz. Kartoshka o'zi mana sariq yog'da qovurilgan kartoshka. Jinnicha bo'ladi. Mana shu, qani bizning onamiz mors. Mors ishni yaxshi qilsan, lekin bu morsni bergandan keyin qurtni berish kerak edi. Qurtsiz mors qanday mors? Zelina esdan chiqdimi deymanda? Ha, Zelina esdan chiqqan. Atayna seni borki, atkasi deb aytdim. Mana qara. Buni boya ham aytganim uchun men boshqatdan aniqlayapman-da, mana o'sha go'sht tayyor bo'ldi. Bu yerda birinchi sariyog'ga bor-ku, mana ichiga sariyog'ga mana kartoshkani tashab qizartirib oldi, qirsillatib. Chunki nimaga? Kartoshka mana go'sht pishgandan keyin solamiz ustiga. Hozir masalan kartoshkani teramiz ustiga. Ko'zing yonida sen ham ko'r. Kartoshkani tergandan keyin mana kartoshkani chekkalarga bir xillari qozon kabob deyish mumkin. Qozon kabob emas, bu mamarang kabob. Ismi. To'g'rimi o'zi? Bugun boshqa ism qo'yadigan bo'lib, ovqatlarga sen aytib ism qo'yish kerak. Mana bunday teramiz. Hidi qanday chiqyapti? Yerda hid borki, aynan chisnokni ichiga keyin qo'shganlarimizni aytganimda esdan chiqib ketdi. Ichiga biz chisnokni maydaladik. Shu birinchi kartoshkani yog'da qizartirib olganimizdan keyin, sari yog'da mana qara qirsiladigan bo'lgan sari yog'da qizartirib olganimizdan keyin kartoshkani go'shtni tashladik. Go'shtni tashlagandan keyin ichiga chisnok maydalangan chisnokni sal go'sht qizargandan keyin maydalangan chisnok tashladik ichiga. Faqat yordam bersang-chi, ichiga tashlamaysan-ku. Katta, bo'lar ekan. Keyin ichiga boyagidan pripravalar va tuz qo'shganmiz. Tuzni hozir yana ham proverka svazi qilamiz. Endi bunga borku, mana shu tayyorku. Zelenni sal sepamizda. Bu dimlashanisiga boradi, zelenni zarari yo'q. Endi bir 200 gram suv berasiz, jigarim. Kelinglar menga. Yo'q, uni ham olib keting stulga va halicha kerak emas, ovqat ustiga to'kiladi. Mana bunaqa jigarlar, ana manzara. Ana Ulug'bekjon. To'ldir shuni. To'ldirdingmi? Sol. Aha, o biladi. Chekkasida shu bu ham katta oshpazda. Ana shu soldim. Bu nimaga soldik bu suvni bilasanmi? Hozir go'sht o'sha tayyor. Kartoshka ham soldik, endi mintillab dimlanadi-ku. O'sha vaqtda ham biz tuzni bilish uchun bir xillar odamlar borki, tuzni suvi normal. Bir xil odamlar tuzni odashtirib qo'yadi. Tuzli sho'r bo'pti. Ana shunaqa vaqtda sal qaynagandan keyin tuzni ko'rsa bo'ladi-da, Ulug'bek, tushundingmi? Ovqatim sho'r bo'pti, po'r bo'pti deyolmaysan-da keyin. Tuzni shunaqa vaqt ko'rish kerak. Suv qaynaydi-ku, olasan ko'rasan. Stulga borki, tuzmas, o'rtancha anada yana bir mehmonimiz uzoqdan kelyapti, Zokir aka. Yana bir 50 gram solib ber suv. 50 bo'lmasa 100 sol. Endi bunga 50-100 degani buni katta vino vodkasi bor. Biladi-da qanchaligini. To'shni ham olib keladi. Razmer ham, yana ham kerak emas bunga. Probilkami nima deydi? Bo'ldi. Shu turishda endi bu bing'illab dimlanaveradi. Keyin bir 10 minutdan keyin ochib tuzini ko'ramiz. O'sha joyda tuzni ko'rsalaringiz, ovqatni sho'r qilib qo'ymaysizlar, baraka topkirlar. Raisov, ovqat suzamizmi bugun? Mehmonimiz kech qolyapti, lekin ovqat o'tlam ketib qolishi mumkin. Shunga suzamizda. Men shu gapni aytganim kutib o'tirdi. Biz suyishni nima kerak? Kadr kerak. Ovqatni topib, ovqat. Qilma qara. Asta. Ilojimiz yo'q.
o'sha ovqat qayerda o'sha? Hozir ana kutamiz deb bir akamiz bor edi. Yaqin kutamiz deb o'sha kartoshkalar ham sal erishga yaqinlashib qoldi. Mana bunday qilamiz. Buyog'ini bunday o'tkazamiz. Bu yoqqa ijodini. Bilasizmi, bizda bir ijod bor. Bunday qilamiz-da. Ana limonimiz qani? Limon ana stolda. Shuna limonni beravering jigarim bitta. Xirina qara bu xib. Voy, bu nima bo'ladi? Ha? Bunday. Ana nima edi ana? Bir narsa bunday qilib qiz bunaqa narsa yo'q. Ala, limon. Limonni xidini tegizib. Hozir mehmonlarimiz yo'lda. Meni bu yerda bitta narsani iltimosdan qilaman sendan. Ta'mini ko'rib berasan. Chunki o'zi o'tib ketyapti. Oshpozning bir anasi bor-da, Ulug'bek. Mana muzikani sal pasaytiring, iltimos. Rosa shu o'tgan safar chetdan kelganim, chetdan deb Samarqanddan kelganimda ham shu muzikani topsizlarda. Yana bir tomoni bor, menga qaratdim. Rosa moda bo'libdi, mana sun'iy intellekt shu muzikani aytib chiqish, shu qo'shiqni aytib chiqqaniga hozir biznikilar sudga berayotgan ekan. Chiroyli aytdi-da, sun'iy intellekt. Endi menga telefonni berdi, ta'mini siraza oldi, vilka bilan ko'r. Kel, men o'zim seni olaman. Qani? Endi unaqaligini men ham bilaman, prosta ta'mini ko'r dedim. Mana qani. Bunday qilaylik, yorqitish. Faqat yebersi bo'ldi ekan, mana shunaqa bo'pti. Ha, shunaqa va. Yomon, qayerdan shu gapni topdim xolang bo'lsa. Endi qozonda ham kamina qoldi. Mehmonlarga bo'ladi. Hozir mana yerdan singlimiz ham choras o'sha bloger singlimiz ham kirib keladi. Menga qara, bo'lmasa asta shularni ham chaqiramiz-da, nima qilamiz. Bo'ldi endi u yetadi. Qancha vaqt bo'lib ketdi? Prosta bir soatlarda mehmonni kutib qoldik-da.